Sevimli arkadaşlar, yaxşımısınızlar? Everyday English vocabulary. Günlük İngiliz dili sözlük kamusu. Lesson 27 Personality Traits. 27. ders Xarakter alohidligi. Yani bugünkü derste biz kişilarninki xarakter alohidlikleri to'g'risidagi so'zlarni o'rganib chiqamiz. Bundaqda diqqatinglar yangi so'zlar bo'lsin. Friendly, dostane. Yani bir adamın karakteri dostane olsa biz onu friendly. Dostane'nin karma karşı manisi yani dostane emas degan gap unfriendly, unfriendly. Soğuk demdik ya, kızgın emas, unfriendly, dostane emas. Talkative, gapdan, gapni jiq qiladigan degan gap talkative, talkative. Enthusiastic. Enthusiastic degan intayin qizg'in, qizg'in degani enthusiastic. Ma'lum bir ishlarga nisbatan qizg'in posiyada bo'lgan yoki shunaqa xarakterga ega kishini biz enthusiastic. Enthusiastic. Serious. Astoydil. Astoydil. Assertive. Assertive deganimiz o'zining deganini hammaga o'zining deganini assertive'ni uyg'urchalashtirsak assertive o'zining deganida ching turadigan desak bo'ladi yoki o'zining deganini shu nega bo'lsa shu yerga zo'rlab tanıdigan bir odamni biz assertive deymiz. Yani o'zining deganida ching turishdan boshqa, yani o'zininki o'ylaganlari, o'zining ko'z qarashlarini boshqalarga zo'rlab tanıdigan, assertive, zo'rlab tanıdigan o'zining ko'z qarashlarini assertive. Critical, tanqidiy pozitsiyada bo'ladigan, yani critical deganimiz ma'lum narsaga nisbatan, ma'lum hodisa, shay'i, odamlarga bo'lgan voqealarga nisbatan tanqidiy pozitsiyada bo'lgan sifatni biz critical deymiz. Caring, ko'ngil bo'ladigan. Sensitive, sensitive deganimiz sezgur. Insensitive, insensitive deganimiz dal sezgur degan so'zniki qarama-qarshi ma'nosi. Insensitive, sezgur emas, sezimchan emas. Ma'lum narsalarga qarata sezgurligini yo'qotgan degan, ma'lum hodisa har qanday ishga nisbatan. Reasonable. Reasonable deganimiz asosi bor, asos ko'rsatadigan reasonable, reasonable. Unreasonable, asossiz, asossiz. Kind, ko'yimchan, unkind, ko'yimchanning qarama-qarshi so'zi, ko'yimchan emas. Secretive, maxfiy, maxfiy holda ish qiladigan, ya'ni secretive. Mature, pishqan, pishqan, pishqan deganimiz bu yerda ma'lum odamning xarakteriga qaratilgan, mature. Immature, pishmagan, pishmagan, pishqan, pishmagan. Bu yerga bu ishkili ma'nosi odamlarning xarakteriga qaratilgan. Cautious, ehtiyotchan. Generous, sexiy, sexiy. Mean, boshqalarga o'zining achchig'ini ko'rsatadigan, bunaqcha aytganda uyg'urchada o'zininki xarakter nachar tarafini yo'shirmayla boshqalarning ko'nglini oson ranjitadigan odamni biz mean deymiz. Mean. Brave, jasoratlik, botur degan brave. Funny, funny, qiziqchi, odamni kuldiradigan. Patient, sabrchan. Impatient, sabr taqatsiz. Lazy, o'rin. Laid back, o'zini qo'yayotgan, bakunda ishlar qoldirib jiddiylashib ketmaydigan, laid back. Optimistic, optimistic deganimiz ishlarga ijobiy qaraydigan, ya'ni ishlarni yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaydigan xarakteri bo'lsa optimistic. Outgoing, chiqishqoq, passionate,
hissiyatchan, küçlük özünün mehr muhabbetini ma'lum bir işqa beradigan, passionate. Polite, adaptlik. Rude, qo'pol. Shy, kamso'z, tortinchoq. Intelligent, aqlliq. Nervous, jiddiyleşadigan yoki jiddiylashgan. Silly, ahmaq, ahmoqona ko'rinadigan, ahmaqdek ko'rinadigan. Silly. Selfish, shaxsiyatchi. Eccentric, o'zini markaz qilib oladigan. Calm, o'zini besib olgan. Confident, o'ziga ishonadigan. Honest, samimiy. Dishonest, samimiyatsiz. Supportive, boshqalarni yoki har qanday narsani qo'llaydigan. Supportive. Reliable, tayang'ili bo'ladigan yoki ishongili bo'ladigan. Reliable. Unreliable, tayang'ili bo'lmaydigan, ishongili bo'lmaydigan. Talented, talantliq. Arrogant, arrogant degan bir xil o'zini cho'ng ko'radigan, o'zini cho'ng tutib oladigan degan arrogant. Ya'ni ancha ijobiy bo'lmagan bir so'z. Arrogant, o'zini cho'ng tutib oladigan, o'zini cho'ng ko'radigan. Considerate, boshqalarni o'ylashadigan. Impulsive, hissiyat qitayinib ish qiladigan, darhol kallasiga nima kelsa shuni qiladigan degani biz impulsive deymiz. Approachable, yaqinlashqili bo'ladigan. Unapproachable, yaqinlashqili bo'lmaydigan. Sevimli savoqdoshlar, lesson 27, personality traits. 27 dars, kishilik xarakter alohidaliklari degan bu darsni bugun mana mushu yergachilik so'zladik. Kelar qitimliq darsgachilik omon bo'linglar. See you next time and goodbye. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.